Assalomu alaykum. Hozirda men Amerikada tahsil olaman. Bizda nutq san'ati, so'zlashish madaniyati darsiga kiritilgan. Bugun shu misralarga ko'zim tushdi. Siz bilan shu bilan bo'lishmoqchiman. Ortiqcha gapirishni qanday to'xtatish mumkin? Agar siz birovga shaxsiy garderobingizni ko'rsatmasangiz, unda shaxsiy fikrlaringizni ham aytmang. Ortiqcha gapirsangiz, bu siz sevimli ko'ylagingizni bergandek hisoblanar ekan. Lekin u odam sizning sevimli ko'ylagingizni sizchalik qadrlamaydi. Sizchalik uni ardoqlab kiymaydi. Bunga yo'l qo'ymaslik uchun bizda 3 ta oddiy usulimiz bor ekan. Birinchisi, hozir kerakmi degan filtrni ishlatishimiz kerak. Bu gapni o'zingizdan so'rang. Buni ular hozir bilishlari shartmi? Ikkinchisi, so'zlaringiz arzonlashib bir so'z, bu sizning qiymatingizdir. Men juda ko'p gapirmayapmanmi degan savolni o'zingizga har doim berishingiz kerak. Savolni berganingizda albatta javob ha. Shu oddiy qoidalarni eslab qolamiz va bularni sinab ko'ramiz va meni kuzatishda davom eting. Rahmat.